Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar, yurtdoshlar, og'alar. Tani joyinglar sog'mi, omonmisizlar, charchamanglar, boringlarga shukr, musofirlarim omon bo'linglar. Akalar, qaranglar, sizlarga nima topib qo'ydim. Bitta sigirni puliga ikkita sigirni sutini berayotganini topib qo'ydim, aka. Bitta sigirni puliga ikkita sigirni sutini beradi. Yana nima? Echkini suti. Echkini sutini hamma joyda topib olavermaysiz, akajon. Aka qarang. Bitta emas, ikkita echki. O bittamiz mana buni tuqqan ikkita egiz bo'ladi. 3 ta tuqqan ekan, bittasi o'lib qopti. Qara olmay qopti. Aka uxlab qopti. Sal uyquchiroq akam. Ikkalasi ham erkak. Xo'p, buni u birinchi qizi mana. Bunimiz ham bo'g'oz. Bunimiz ham ha demay 15-20 kunda ichida tug'adi, xudo xolasa. Akalar, mana buni aka 3 ta sut beradimi desam, aka nima deyapti? Aka 6 ta sut bermasam, echki meniki qayta olib beraversin deyapti. 6 ta emas, 5 ta sutga olavering aka. Echkini 5 litr sut bergan ko'rganmiz. Men o'zim ham ko'rmaganman aka, 5 litr sut bergan echkini. Rostki. Qarang, yerinlar qarang. Hozir emizdirib olishdi buni. Aka 5 ta bermasin, 4 litr sut bersa shu echki, bitta bundoq sigiringiz 20 million, sigiringiz 4 litr sut bermaydi aka, erta kechga, to'g'risida. 20 millionlik sigir 3-4 litr sut bermayapti hozir, tomog'iga qarasangiz ham. Aka zomda turar ekan, sal qarashga qiynalib qoldim aka. O'shani sotaman. Iloj bo'lsa bitta kanalga qo'yib ber degandim, shunda qo'yib beraman akalar. Aloq telefon nomerlarini qoldiraman, aloqaga chiqib so'rab olaverasiz akalar. Mana bunimiz ham birinchi tug'ishga bo'g'oz. Xudo xolasa bu ham aka egiz tug'adi. Bular hammasi egizchi echkilar. Egiz tug'adi, bunimiz ham 4 litr 5 litr sut beradigan echki bo'ladi-da. 6 litr sut bergandan keyin bolasi nima qiladi? Bolasi ham o'sha sutni beradi hech bo'lmaganda. Hech bo'lganda undan 1 litr 2 litr salgina kamroq berishi mumkin. Birinchi tug'ishga, ikkinchi tug'ish, uchinchi tug'ishga yana ham ko'paytirasiz sutni aka. Telefon nomerlarini qoldiraman, aloqaga chiqib so'raverasizlar. Manzilimiz Qashqadaryo Kitob tumani, Kitob Center, Guzal magazinimiz orqasiga akalar. Telefon nomerlarini qoldiraman, aloqaga chiqib so'raverasizlar. Buni narxini so'ragan akalar uchun hammasi bir joyga 20 million so'm kami bor, kami g'ij-bij aka telefon qilib tolashib, tortishib so'ra olaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, charchamanglar. Sizlar bilan Qaynar bozorda eng zo'rlari. YouTube kanalimiz, Instagram kanalimiz, Telegram kanalimiz o'tib obuna bo'lib ko'rasiz akalar. Charchamanglar, sog' bo'lasizlar.